Bu videoda oxirigacha ko'ring. Juda ma'noli. Moqchi bo'lganim, onalarimiz, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Agar yuzlaringga menga o'xshab farzandlaring tarsida eshikni bekitib qo'ysa, xafa bo'lmanglar. Aql kirganda tavba qilar ekanmiz. Mana yillar o'tib, ming pushmonman. Men o'zimcha ana onam bopladi mana. Eshikni taqqiladi, bopladim, siqilib o'tirsin. Yosh ekan bizda. O'lib qolsa nima bo'ladi demabmiz. Shuning uchun ona shunaqa zot. Onalar haqida har qancha kuylansa oz. Na sani ko'kligingdan hazar qiladi, na sani kamchiligingdan hazar qiladi, na sani o'qimasdan, yetishmasdan chiqsang, na sani savodsizligingdan uyaladi. Ona qanaqa bo'lmasin bolasi bilan g'ururlanar ekan. Yo'g'idan olib boriga uzatar ekan, lekin o'zim yeb qolay, taqvolay demas ekan. Boydigini olib kambag'aliga beradi, jo'ratib. Uzoqdagi keginga cho'y, yaqinini keginga cho'r uzoqdagi uni duo qilib turadi. Kasalvantini tiyab turadi, o'lib qolmasin deb. Bitta jon hammaga yetavergan ekan. Joninglar omon bo'lsin, onalarimiz. Sog' bo'linglar iloyim.